26 bob. Şunun bilen Agrip xon Pavlusqa "Özüngni aqlashingga ruxsat" dedi. Pavlus qo'lini ko'tarib, o'zini aqlashga boshladi. "Ey Agrip xon, bugun oldilarida Yahudilar mening ustimdan shikoyat qilgan bütün ishlardan o'zimni aqlash fursatiga ega bo'lganligim uchun o'zimni baxtli his qilman. Bo'libmi xushnorlik yeri shuki, o'zlari Yahudilarning an'analari va talash tortish qiladigan masalalarini yaxshi biladilar. Shuning uchun arz holimni sabrchanlik bilan anglab beqishlarini o'tinaman. Mening dastlabki o'z yurtimda hamda keyin Yerusalimda qandoq yashab kelganligim hamma Yahudilarga ayon. Ular mening uzundan beri Yahudi dinining Parisi nomli eng kuchli iqimiga mansub ekanligimni biladi. Agar xolisa guvohlik beralaydi. Xudo ajdodlarimizga va'da qilganini umid qilganim uchun endi bugun o'zlarining oldida sotlanayapman. Bizning xalqimizning 12 qabilasidagi bütün qarindoshlarmi kecha-kunduz Xudoga ibodat qilib, uning ularga qilgan dal mushu va'dasini amalga oshirishini intizorlik bilan kutib keldi. Ey xon, Yahudilarning mening ustimdan shikoyat qilishi dal mana shu umid bilan munosabatlik. Sizlar nemishqa Xudoning o'lganlarni tirildiroladiganligiga ishonmaydigansizlar. Burun menmi Nasiralik Aysoning nomiga bütün kuchim bilan qarshi turishim kerak deb qaraytdim va Yerusalimda mana shunda qilgan edim. Oliy ruhoniylardan olgan huquqim bilan nurg'un e'tiqodchilarni zindonga tutib bergan. Ular o'limga hukm qilgandimi? Hukmga qo'shilgan edim. Men har qaysi ibodatxonlarda ularni izlab, ko'p qitim ularni jazolatib, ularni e'tiqodidan voz kechishga majburlashga tirishgan edim. Men ularga shu qadar o'ch edimki, hatto boshqa davlatlardagi shaharlarga berib, ularga ziyonkashlik qilgan. Ey xon, bir kuni oliy ruhoniylar bergan huquq bilan Hazreti Aysoga ergashganlarga ziyonkashlik qilg'ili Damashq shahriga qarab yo'lga chiqdim. Tush vaqtida yo'lda ketib etib, osmondan tushgan quyosh nuridanmi kuchlik bir nurning atrofimni va bilib kelayotganlarni yo'rtayotganligini ko'rdim. Hammamiz yerga yiqildik. Men Aromiy tilida aytilgan Saul, Saul, bana nemishqa ziyonkashlik qilasan? Sen xuddi xo'jayini ursimu mamg'an johil eshakka o'xshash o'zing ziyon tortsan degan bir ovozni angladim. Ey Rabbim, sen kimsan? deb so'radim men. Rabbim Ayso javoban, men sen ziyonkashlik qilayotgan Ayso, o'rningdan tur. Seni o'zimga xizmat qilishga ham guvohlik berishga tanlaganim uchun sana ko'rindim. Sen bugun menimdan kelgan ishlarni ham kelgusida sana ko'zlagan ishlarimni boshqalarga yetkazasan. Men seni Yahudilarningmi va Yahudi emaslarningmi qo'lidan qutqizaman. Men seni Yahudi emaslarning yeniga avatmoqchiman. Sen qorong'ulikda yashayotganlarning ko'zlarini ochib, ularni zulmatdan yo'qlikqa, shaytonning ilkidan Xudoning podshohligiga boshlaysan. Buning bilan ularning gunohlari kechirim qilindi. Shundaqla ular menga e'tiqod qilish orqali pok qilinganlarning orasidan o'rin oladi, dedi. Ey Agrip xon, shuning uchun men Xudodan kelgan g'oyibona alomatda ko'ringan Hazreti Aysoga qattiq itoat qildim. Oldi bilan Damashq xalqiga, Yerusalim shahridagi Yahudilarga, bütün Yahudiya o'ksigi kishilarga, ondan Yahudi emaslarga xush xabar yetkazdim. Ularga yomon yo'llaringlardan yenib, Xudo yo'liga qaytinglar. Tavba qildik desanglar, uni so'z bilan emas,
yaxshi amaliyatinglar bilan isbotlanglar deb ularnimi tov qilishga da'vat qildim. Shu sababdan Yahudiylar meni markaziy ibodatxona hovlisida tutib o'tirib etmoqchi bo'lishdi. Biroq Xudo bugungacha menga yordam qilib, meni qo'g'didi. Shuning uchun bugun bu yerdagi cho'ng kichik hammalarning oldidimi Hazrati Aysoga guvohlik beraman. Mening aytganlarim Musa va boshqa payg'ambarlarning keldigan qutquzuvchi Masih haqida oldin aytganlardan boshqa narsa emas. Ular qutquzuvchi Masihning jazman o'ltirilib, hammadan burun o'limdan manguga tirildirilib, o'z xalqi ham butkul dunyo xalqiga nijotlik nurni elib kelganligini oldin aytgan edi. Pavlus o'zini mana shundoq oqlaganda, Vali Festus yuqori ovoz bilan uningga: "Pavlus, sarang bo'libsan. Yuqori biliming aqlingni ozdiribdi", dedi. "Hurmatli Vali Festus", dedi Pavlus. "Men sarang bo'lganim yo'q. Mening aytganlarim rost va aqlga muvofiq. Bu ishlardan Agripa xonning xabari bor. Shunga men xonga ochiq aytalayman. Bu ishlarning hammasiga xonning diqqat qildiganligiga ishonaman. Chunki Hazrati Aysoning beshidan o'tgan ishlar odam ko'maydigan, pulung pushqoqlarda bo'lgan ishlar emas-da." Ondan Pavlus Agripa xonga qarab mundaq dedi: "Ey xon, o'zlari payg'ambarlarning qutquzuvchi haqida aytganlariga ishonamdilar. Ishondiganliklarini bilaman." Agripa xon Pavlusga: "Sen meni mo'shinchilik qisqig'ini vaqtda Aysoga e'tiqod qilishga qoyil qilalayman deb o'ylayapsan", dedi. Pavlus: "Mayli boldir yoki keyin bo'lsin, o'zlarining va bugun mening so'zimni anglovchilarning hammasining menga o'xshash Hazrati Aysoga e'tiqod qilishi uchun duo qilaman. Faqatla menga o'xshash zanjirda bo'lishinglarni xohlamayman", dedi. Shuning bilan Agripa xon Vali Festus, Agripaning singlisi Berniki va boshqalar o'rinlardan turib, u yerdan chiqib ketgandan keyin bir-biriga: "Bu kishining o'limga yoki turmga solashga tegishlik biror jinoyati yo'q ekan", deyishdi. Agripa xon Festusga: "Bu odam meni Rim imperatori o'zi so'roq qilsin demagan bo'lsa, qo'yib berilsa bo'ldi-kantiq",